Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Amdidagi yarim soat vaqtda sizlar bilan didor muloqoti bo'la olganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilyapman. Men rayonimiz yemak-ichmak sohasida o'zgachitam tetit qo'llari bilan har millat iste'molchilarining yoqtirishiga muyassar bo'lgan Xinjiang o'zchin yemaklik taraqqiyot cheklanish shirkati tojdorligini olgan Busan Anikais programmamizning riyosatchisi sizlarning yaxshi do'stlar Nijat Valiyoqub bilan. Mazkur programmamizni yana Xinjiang Bakira xalqaro savdo cheklanish shirkati alohida talab qilgan. Uningdan boshqa Xinjiang Relis xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Qadrli do'stlar, hayotimizda shundoq bir kuch bizning kelgusining go'zal bo'lganligiga, atimizning texnik xosiyatli bo'lganligiga ishonishimizga undaydi desak, u holda bu kuch dal umidvorlik bo'lsa kerak. Shuningdek, bugungi programmamizga mehmon bo'lib kelgan bu suyumlik anaga men Umidvor ana degan ismni qo'yishni to'g'ri topdim. Undaqda u zodi qandoq holatda o'zining umidvorligini jahonga namoyon qila olgandi. U bu umidvorlikqa boshqalardan erishganmidi va yoki boshqalarga hadiya qilayotganmidi? Navbatdagi hikoyamiz orqali balkim yuqorqi savollarga birlikda javob topa olishimiz mumkin. Biz bu ananing hikoyasiga quloq solishdan ilgari oldi bilan mana shu ana hikoyasini anglashga daxil bo'lish uchun naq maydonimizga yetib kelgan hurmatli aziz mehmonlarimiz bilan tanishib chiqamiz. Oldi bilan faxrlanib turib do'stlarga tunishtirmoqchi bo'lgan bu suyumlik mehmonimiz bo'lsa, uzun yillik san'at ma'rifchisi, professor, aspirant yetakchisi, usul rejissyori, ham shundaqla ekranlardagi ajoyib go'zal obrazi bilan ko'rmanlarimizning yuragiga chiroyli izlarni solgan bizning faxrli san'atkorimiz Mehrigul Ahmad xonim, Didor G'animat. Yana shu hurmatli o'rimizda o'ltag'imizdan qadrli mehmonlarimizdan Xinjiang san'at yurti Naqshi usul o'mikining faxrli san'atkori, ko'p qirliq san'at ustozimiz, ham shundaqla lapar san'atimizdagi yo'ruq yulduz atilib kelayotgan mening yaxshi akam Asqar Exipapandim Didor G'animat. Albatta, yana shundaq aziz mehmonimizda do'stlarga tunishtirg'im keldi. U bo'lsa, navbatda sizlarning huzuringizda bo'layotgan Anikais programmasining film ishliguvchisi, Xinjiang televiziya stansiyasining iste'dodli, iqtidorli rejissyori, texnik muhimi ekranlardagi obrazi orqali hammamizning yurtimizga isilib kelayotgan yana bir suyumli to'hfakor aktyorimiz Xosiyat Qurbon xonim, Didor G'animat. Bugungi cho'lponlarning xayrli qadamlari bilan naq maydonimizga yetib kelishi faqat ularning anglag'uchi ekanligini bizga isbotlab bermasdan, balkim ularning yurakka yoqadigan, dilimizga ozuq bo'ladigan g'animat so'zlari orqali balkim bizningki hikoya so'zligimiz texmi zo'r qimmatga ma'naviy ozuqqa ega bo'lishi mumkin. Qanundaqda navbatda sizlar bilan birlikda bugungi programmamizniki mehmoni bo'layotgan Raila xonim bilan tanishib chiqaylik. Rahmat. Salam ekran oldidagi ko'rilmanlar, söyümlük ustozlar, Xinjiang Sivira to'y mulozimat cheklanish shirkati, Xinjiang Sivira to'y ko'ynakchiligining quruvchisi Railadan hammanglarga mehrli salom. Raila, men sizningki tarjimoningizga qarab amaliyotda ishimizning ishimizdan farqlanmaydiganligida sizning mendan bir qancha kichikligingizni ko'rdim. Hamda sizning to'y mulozimatchilik, to'y kiyimi ta'minlash kasbida nəhayət özgüçü yol tutub, şununla tushliq yaxshi natijalarga erishganligingizdan xursand bo'ldim. Albatta, garchi tilga elishni xohlamasaqmi, ham adabsizlik bo'lsa-mu, balkim sizning hozirgi ahvolingizni ko'rmanlarimiz ko'rgandan keyin, balkim ular sizning salomatligingizga texnik bakrak ko'ngil bo'layotgan. Bu chiroyli qizcha qizlarning nima bo'lgan bo'g'iti, qanday bir hikoya bilan bugungi mana shu sahnaga yetib kelganda deb qiziqsinayotgan bo'lishi mumkin. Oldi bilan agarda aytib berishni xohlamasangiz, albatta sizni xijil qilib bu hikoyalarni aytishga zo'rlamaymiz. Ammo agarda biz bilan ham bahrinlashga arziydigan hikoyalarim bor deb qarasangiz, biz hammamiz sizning do'stingiz, yaxshi anglag'uvchingiz, hatto sizga on yo'lliq suyumli bizning baholuvchi ustozlarimizmi siz bilan birlikda turibdi. Hikoyangizni anglab baqsaq bo'lamdi. Bo'ldi. Rahmat. Mening hikoyamni so'zlashdan avval mening kichik vaqtimdan tortib, balalik vaqtimdan tortib so'zlashga to'g'ri keldi. Men 1990 yili tug'ilgan. 7 yoshga kirgan vaqtimda, boshlang'ichning 1-yilligiga kirgan vaqtimda shu maktabda 8 oy o'qib, shu jarayonda men og'ir og'rib qolgan. O'zligidan ilqi Mağanmaylıqan elqi bütün bedeni mərkət iqtidaridan qap qalğan. Şu jarayonda opam doktor deminki. Opam men
Şu ağrıp qalğan vaqtimdan tatib opam öz davolab, şu qanday yerda yaxshi doktorxona var ekan desa shu yerga olib borib, shu jarayonda men 8 yil o'rin tutib ketib qoldim. 16 yoshga kirgacha. Shu vaqtida mening kislim kundan kunga davolatgan sir ig'irlab, doktorlar bu bola saqaymaydi deb. Eng oxirisiga shu 16 yosh ishimga kelgacha mening faqat bunda hayot ekanligimni ko'zimning medirlig'idan bilgili oldi holatga, hatto tomoqni mayliqi vaxoxonanki shigorsida ichadigan holat kelib qolgan. Shu vaqtda dadam menga bek amroqdi, men boladan kichik etdim. Dadam yana shu menga chidamay, shu doktorxonaga olib borib davolatib, shu Urumchida yashaganda har oyda shunda uzoq davolatib ketdi. Oxirisida dadam shu o'zi bir pek konu bir yerlik kitapni tepib, şu yerlik kitaptan konu yerlik doğru ösümlüklerini tepib kelip, şununda 1,5 yılda tepib oldu o kitaptaki ilqi doğru ösümlüklerini. Şu jarayonda doğru yasab, ama yüzde şu doğru 3 ay işkenden keyin men hareket qila oladigan o'zimning g'ajdidan o'zim chiqa oladigan bo'ldim, lekin demak bu Uyg'ur tibobat risolasidagi şu bir reseptlar orqali yasalgan dorining xosiyati bo'lib qoldi, shundaymi? Erkek iqtidorim eslik keldi, lekin şu meningki butun chiroyim buzilib ketdi. Hozir xili yaxshi, şu 16 yosh vaqtimda erkek iqtidorim eslik keldi. Şu butun yüzümden tatib qulamgacha bir xillikda ko'yib ketgandek odatga odamga o'xshamaydigan bir holatga kelib qoldim. Kelgandan keyin men mang'alayman, lekin sirtliga qattiq chiqqim kelmaydi. Bir qorong'u uy var, shu uyning ichida yotaman, uxlayman, padilning hammani etibman. Kichikkina kunning yo'riq tushsa yig'layman, nim deb ma uyga yo'riq tushirsalar deb. Yüzümni jug'ul chiqsammi, ko'zimni yumiblam yurman, aynakka qaramayman. Chunki mening o'zimning ko'gim yo'q. Şu derecede sırtlığı faqat chiqmayman, chiqib qolsam, shunda bek chiqadimliqqa ko'mgan bir odamga qaragandek men chiroyim qaraydi. Sen menim deb tuqqan, men tug'masang olmamda. Men mushunda jafo tortishga, azob tortishga lam tug'ilganmi deb opamdan qishiga kirib bashda yig'laydim. Opamni men bilan tang yig'laydi, opam azoblanadi, dadam azoblanadi. Bular meni uydan chiqaramay, ilk ameliyatga yuzlandiramay, opam dadam shunda bek qiynalib ketdi. O'zim bek uzoq mezgilda shunda tushkunlashib ketdim. Undan keyin turib o'zim o'yladim-da, men qachongacha mushday yuraman? Qachongacha mush uyning ichidan chiqmay yuraman? Hozir opam bilan dadam boqadi meni. Opam bilan dadam bo'lmagan taqdirda meni kim boqadi? Mayli endi. Men pishonamga mush putilibdi, men jamiyatga yuzlanay. Ama şunu qabul qilay deb kallamda o'yladim-da. O'ylab, birinchi yo'lab men shu o'qishdan qolib qolgan, birinchi sinfga maktabga chiqqan chaqdalam o'qishdan qolib qolgan. Ama birinchi qadamda yana shu o'qishdan boshlay deb o'yladim. Maktabga berishni qaror qildingizmi? Men maktabga boray desam, u chaqda men bilan tang o'qigan bola to'liqsizga chiqib qolgan. Shuning bilan dadamga dedim, men oila o'qituvchisi taklif qilib bersangiz. Men avval boshlab xat tanishni günay o'qiy deb dadam shunda qo'shilib ketdi. Shu vaqtda men bir oila o'qituvchisi taklif qilib bergan. Men bilan birga o'qigan bolamni to'liqsizga chiqib bo'ldi, lekin o'qigan bilan men shu ishimdagi bolalarningki orasiga kirib maktab boradiganga petinolmayman. Chunki men hech kimga o'xshamayman u vaqtda. Men sirtlarga chiqsam hammadan qaraydi. Qaragandan keyin uyga kelsam shunda 2-3 kun bejig'lab ketman. Men yumshoqmashda bo'lib qolaman deb. Shuning bilan şu Allah'tan qilib men bir nima o'rgansam, bir narsa o'rgansam bo'lgan. Keyin meningki shu chiqish yo'lim bo'ldi ekanda. Shu vaqtida telefonni remont qilishni o'rgandim. Telefon remont qilish amaliyotda o'g'illar bakrak shug'ullanadigan bir ish. Nimishqa bu sohaga yakmush kasb qiziqib qoldingiz? Mening akam telefonni remont qildi. Şu vaqtida men yana Urumchiga kelib, telefon remont qilishni men pek o'rganib kelgan. Shu vaqtimda 16 yosh vaqtimda. Oyak borgandan keyin 20 necha telefon remont qildigan ashta bolalarga o'rgatdim unani. Yekanda shu
Şu vaqtda telefon ishlatgan odamlarning hammasi meni taniydi. Kichik vaqtingizda telefonni biz sizdan oldik deb, hozirmi kelsa shunda deydi. Andan şu telefonları minut qilishni o'rgandim. Andan bara yilqi boshqalar yilqi sirtqa chiqib mening chiroyim qarab nim qilsam o'ylamaydigan bo'ldim-ku. Chiroyli kiyimlarni kiyib, andan qarasam mening kiyimim chiroyli bo'lgan keyin shuni qaraydigan o'xshaydi. Mening kiyimim chiroyli, mening kiyimim yarashgan keyin shuni qaraydigan o'xshaydi. O'zimni yilqi aldabchi o'zim bilmay amaliyotda xalqning nimishqa meni qaraydiganini bilaman. Lekin o'zimni zo'rlab, shu jamiyatga men o'zim yuzlandirmoqchi. Shuning bilan xili yaxshi natijalarni qozondim. Endi shuningdan keyin men Urumchiga kelib, Urumchi do'kon ochgan. Chungsandan keyin 6-qavatida. Shu telefonni Janub Shinjonga to'p taqdim endi. Demak, shu qancha yosh vaqtlaringiz? 16 yosh vaqtim, 17 yosh. Ya'ni shu 16-17 yosh vaqtlaringiz. 17 yosh vaqtlarim. Sizning tarjimoningizni ko'rib, ham shu to'y murosim, mulozimat va yoki to'y murosim kiyimlari kasbi bilan shug'ullanganligingizni bilgan vaqtimda bevosita mush kasb bilan boshlab tikanda ishlarni deb o'ylabdim. Lekin telefonchilik bilan shug'ullanganligingizni bilmabdim. Amaliyotda bu kasbni ko'pincha mening bilishimcha, mening o'g'il birodarlarim, atrofimdagi do'stlarim va yoki yigitlar jiqroq qilgan bir soha. Ma'lum nuqtada aytgan chaqda mushumi ham ota-onaning ko'nglini yerim qilmaslik, ota-onaning ko'nglini sundamaslik sababidan qurbonlik berish bo'lsa kerak. Siz ham shunday o'ylamsiz? Mening dadam bek omroqdi menga. Men qancha azoblanib, uydan chiqmay, o'zim tugishtirib olgancha dadam meni har bir ko'zi yig'laydi. Shun qarab, men bunda azoblanib, men bu reallikni qabul qilolmay yuraversam, mendan bek dadam azoblanadi. Bu men shu reallikka yuzlanay, mening bishimga shu ish kelibdi deb. Kallamdan o'tkazib etdim o kasalni. Andan uzoq mezgil shu telefonchilikni qildim, Urumchiga keldim. Urumchiga kelgandan keyin yo'lchim bilan tanishib qoldim. Yo'lchim turib qoldi. Yo'lchim bilan tanishib qoldim. Yo'lchim bilan tanishgandan keyin biz to'yga tayyorlik qildik. Urumchida. Yo'ldoshingizni shunchalik bir suyumlik his qilyapman-ku. Xo'sh. To'yga tayyorlik qildik. Shu to'yga tayyorlik qilayotgan mezgilda men shu navaqtnozda davolanayotgan doktorim sen bir Beijing berib kelgan. Andan deb ashunda dedi, men Beijing Shixayuanga borsam, baga vaqtimda 2013-yil. Menga qon raki deb diagnoz qo'ydi. To'y qilish oz qolgan vaqtida. Biz hamisha taqdir uning uchun garchi bir ishni taqab qo'ygan bo'lsa-mu, biroq bir derizni o'chib qo'ydi degan qurlarni ko'rib qolamiz. Lekin Roilaning hikoyasini anglash jarayonida taqdir uning bir ishni ichib bergan bo'lsa-mu, uning derizlarini orqa-orqadan taqab qo'ymoqda degan misralar qurlar ko'z oldimga kelgandek bo'lyotdi. Faqat anglashni xohlamaydigan hikoya rivojlari hozir bizning quloqtuğumuz jarangishyotdi, shunaqla bizni bearam qilyotdi Roila. Oqoqidan sizga kelgulik kelibdi. Hozir kesilingizni aytmay turaylik, shu vaqtida dastlabda 8 yosh vaqtingizda og'rib, o'rin tutib yetib qilib, uzun vaqtdan keyin dadangizning ajr qilishi bilan o'rningizdan tug'an bo'lsangizmi, chiroyingizda ozroq o'zgarish bo'lganligi buni afsuslanarli bir ish bo'libdi ekan. Shu vaqtida hisiyotingizda balkim mayli o'rnimdan qopmasammi mayli, lekin chiroying buzilib ketmasa bo'pti deb o'ylagan vaqtingiz bo'lganmi? Yuzimni yug'li nimaning oldiga kelsammi, ko'zimni ichida yumiblam yuyman, aynakka qaramayman. Ko'maychiman o'zimni. Chunki bir qitim qarasam, bir qitim 16 yosh, 15 yosh vaqtimiz degan hamda qizvalning degan go'zallik ham intildigan vaqtlar bo'ldi. Men go'zal bo'lay desam, chiroyli bo'lay desam, mening amalim yo'q bu chog'da. Ondan shu holatni qildim, Beijingdan inib kelib yo'lchim dedim, men to'y qilmay turay. Desem nimish qadar mashta diagnoz qo'ydi deb shunda desem mayli, unda diagnoz qo'ysa davolansangiz bo'ldi, bu deb boshladi dedi. Men zodi to'y qilmayman deb nim qilsam faqat bunimi deb. Shuning bilan 2013-yil to'y qildik biz. Ko'lingizdan bir yerda o'zingizdan qo'shaliqingiz bordi, lekin faqat to'y qilgangiz yo'q, to'y qilmadingiz qachon. Qo'shildingiz shundaq bir yaxshi yigitdan uchirganligidan. Roilaning hikoyasini olgandan keyin mening mush yigitga bir hurmatim qo'zg'aldi. Mushu birodarimga, mushu davrdishimga
bir ehtirom bildirgim keldi. Albatta bu qandaqdir bu yigitning Raylarni kasal sababidan og'anlik emas, balki o'zining erkakligiga ishonganligidan, o'zining er ekanligini haqiqiy his qila olganligidan, erlik burchini namoyon qilishga jur'at qila olganligidan undan faxrlangim keldi. Mening shunaqlami ichadek hammamizning salomimizni aytishni unutib qolmang. Rahmat. İşkilinip mo ketmedim, lekin mening yana ilqi to'y qilgandan keyin mo bu bola men bilan uzoq mezgil bilan o'tmaydi deb ilqi ko'nglimda shunday xiyolim borchu. Endi men o'zimninki ahvolim o'zimga o'yan. Endi mening yuzim manda uning ustiga qo'shilib ig'ir kasalganim qoldim. İşte deb o'yladim, lekin bu bek ching turdi-chu. Ching turgandan keyin andin dadam bu bola bek Akgönülken, mehribonken, meyil balam to'y qiling. Shu sizmi bizdan keyin qolsangiz, peshoningiz o'nglab qolsa, yolg'iz qolmaysiz. Deb dadam shunday dedi. Shuning bilan to'y qildik biz. To'y qilib 3 oy bo'lganda cho'ng balamga qo'saq ko'tardim. Shuning bilan bu vaqt sizga yomon kasallik diagnoz qo'yilgan vaqt. Ham ximiyalik davolanayotgan vaqtim. Unda siz yig'inni qilayotgan vaqt. Balkim mushundaq bir odamning eng ojizlab ketadigan vaqtida yana ishga qat bo'lish, balkim o'zining salomatligiga, shunaqla homilining salomatligiga bevosita tahdid silishi mumkin. Xo'sh, biz qo'saqdagi balani o'ylashmay turaylik. Eng oldin bilan o'zimning salomatligimni birinchi o'ringa qo'ygan taqdirdami, bu siz ojizlab ketgan raylarga nisbatan bak zo'r bir besim bo'ladi. Shu vaqtda nimani o'yladingiz? Men rost gap qilsam shu vaqtida men burundan tartib ko'nglimda o'ylayman-ku, opam bilan dadamdan keyin qolsam, men bir tikandaklam yolg'iz qolma. Opam bilan dadam bo'lmasa meni hech kim qaramaydi, men o'zim yolg'iz qolma deb shu xiyolimda bordi. Ondan shu bolamga qo'saq ko'targan vaqtimda doktorim telefon qildi, men tug'ma desam doktorim chaqchaq qilma, sen hozir davolash to'xtatib qo'ysang mumkin emas. 3 oydan 6 oygacha berdashlik bermaysan, lekin bu davolashni qilib turib tug'sang, zukom dorisi mishkil olmaydigan tursa, bu bola ya miyib tug'ildi ya g'ayri tug'ildi. Bu bola tug'ishing mumkin emas dedi. O chaqda ximiylik davolashni qilayotgandan boshqa bir kunda 68 tal shu ximiylik dorini ichdim o'zim. Endi şunun bilan men mayli mush balani tug'man, miyib tug'ilsin mayli, g'ayri tug'ilsin mayli. Bir odam mushukni baqidi uyda. Shu mushukni oyoqqa miyanglab emra bo'ldi. Men ash bolam miyib bo'lsin, g'ayri tug'ilsinmi? Men ko'zni ichib bitbasa, men cho'qim boqmay shu bolamni deb davolanishim to'xtatib qo'ydim. Bu ruh sizning o'zingizning o'sbitlishingizdagi kashmishlaringiz bilan munosabatli qo'dayman. Men og'rib yotgan vaqtimda ota-onam meni chiqib tashlab o'tmay yana beqib mushinchilik qildi. Shunlashqa menmi bir balaning o'tisidan chiqa olmayman degan ruh ota-onalaringizdan kelgan desak, to'g'ri bo'larmi, xato bo'larmi? Mening opam bilan dadam shunchalik tirishib, meni shu opam bilan dadam kechikilab yotmay, uxlamay mening dardimni shu. Hozir 26 yil bo'libdi men og'riq dardini tatiyotgani. Hozirgacha opam bilan dadam meniki og'riqimning dadam yo'q, opam bor. Hozirgacha opam mening og'riqimning dardini tatiyotdi. Mayli men tug'ma, qanday tug'ilsa mayli men tug'man deb davolanishimni to'xtatib qo'ydim. Davolanishimni to'xtatib kunda 68 tal ishlayotgan davramni 50 talga tushirdim. 50 tal ne hafta ichdim, bir hafta ichib ilqi. Men-chu ko'nglimda shu balamga bo'lgan xatarni dorining ta'sirini eng tuvan chekka tushirish maqsadida 50 talga tushirdim. 50 tal dorini 15 kun yeb bedim shuni ko'ndirman deb. Uni 40 talga tushirdim, 40 tal 30 talga tushirdim. Shunday tushirib 8 oy olib bo'g'icha kunda 68 tal yeydigan davramni 2 kunda 2 tal ichadigan holatga tushirdim. Lekin 8 oy bo'lib bo'g'icha mening ahvolim eng tuvan chekka kelib, shu bir tiniq tamoq yesammi yemaydigan shu zodi o'lar holatga kelib qoldim. 8 oy bo'lgan vaqtimda meningki ocham, doktor, mening ochammi doktorda ocham bo'ldi, endi bu chidamaydi. Doktorxonaga berib operatsiya qilib, ilvasun 8 oy bo'lgan bolamni endi sog' tug'iladi deb ocham aytdi. Ma'qul deb biz yegan oylik doktorxonaga borsak bo'lib, biz bu qiz bolani operatsiya qilolmaymiz, tug'dirolmaymiz deb Qashqarga yo'llab berdi.
Şunun bilan u balani tug'ish uchun Qashqarga kelsak, Qashqarda doktorxonada biz bu qizni operatsiya qilolmaymiz. Urumchiga borsin deb Urumchiga avatibdi. Shuning uchun 9 oy ketgil tasqab. Şunun bilan bu Urumchida yashagan kelsam, sen ham Bejingga bor dedi. Şunun bilan men bek yig'lab ketmiş, bir balani tug'ish uchun men Bejingga bormanmi hamda. 8 yaşında. Ne direkt filozofati. Bugün hikayeler rast. Yeni gözüm nem doldu, yeni külgüm keldi. Yeni küley deyman. Yeni kişinin ko'ngli yerim qilgan bir yeriga ulab qo'ydi. Xo'sh. Men Bejingga bormanmi hamda, bo'ldi men tug'mayman, ketmayman deb yakanga yinib keldim. Urumchida tug'may demak siz ketdingiz endi yakanga. Yakanga yinib keldim. Meni hech kim tug'diramasa, ash beshimga kelganini ko'raman, bo'ldi ketaman deb yakan ketdim. Bu ketsam ilqa ana bolalar saqliqni saqlashdan degandek ilqa mahallaning kadri degan shu kunda keldi 12 doktor birlashib bizni operatsiyaga qo'l qo'yib operatsiyaxonaga akirib u meni operatsiya qildi. Mavzudan chiqib yatsam karvatda yetibdi. Men ko'zimni ichib men qanday bola tug'dim desam, yo'lchim hech qanday bola tug'mading, o'g'il bola tug'ding deydi. Qanday yerim meyibgan u bolaning deb o'shanda desam, hech qanday yerim meyib emas. Ammo ko'rib boq deb oldimga ilib keldi bolam. O'g'il tug'ibdi men. Hamma yer saq. Og'riqimni bilinmadi bolam degan ko'rib shunday yig'lab ketdim. Ash qachon 40 kun bo'ladi dedim. 40 kun bo'lganda u bolamni ekilib mengisini anglash iqtidori, kurash iqtidori men tekshirdim. U bolam normal. Andın doktor onundan keyin dorang ta'sir qilmay bek mo'jiz bo'ldi bu bolam tuqqaning. Endi imitma sutdan ta'sir qilib qolmasin dedi. Ma'qul deb u bolamni imitmadim. Bu bolam shunday yaxshi cho'ng bo'ldi. Hozir qancha kirdi? 7 ga. Maktabga kirish eshigi to'shibdi. Kirdimi, kirmadi? Dars natijasi qandaqroq? Bek yaxshi. Yaxshi o'qiyapti. Qachon har bir qatim ko'rgan chaqda o'zingizni sallamaza saqib ketgandek his qilsiz deyman. Balalarni analarga dora desa, balkim u hissiyatni balalar tushunmasligi mumkin lekin analar his qila oladi. Har doim opam mijozim yo'q deganida yeniq yo'qlab qolsam, dirinishib o'rnidan turib, osh tomoqlarimni etib, hatto chiniqachini yig'ishtirg'ich shunchalik huzurli kayfiyat qilganligidan rost qoida biz balalar opalarimizga dora o'xshaymiz deb o'ylab qolamiz. Bu hissiyatimizni balkim yana bizning 2 nafar suyimlik ana bo'lg'ichi mehmonimiz hissiyatga o'rtaq bo'lishi mumkin. Mehrigul ma'lummi, mushtaq bir qarashdimi? Shundoq, nimishqa ana ulug' deydi. Ashundaqligidan, ashundaq jasoratidan, bolalar uchun jon bergan onalar. Mana Raylami ash bir bolani men bir tug'ay, qanda tug'sam, o'ng tug'sam, ta'tir tug'sam bir bola tug'ay degan. Bir ona bo'lay. Ona bo'lay deganligi aşı arzusi uchun mo'jiz yorilib, bola sağ salamet. Ağırlıkcan anının teninden sağ salamet tuğuluptu. Mübarek olsun, təliyiniz bek onken. Rahmet. Raslam. Paxtanın içindeki o tek bir möciz oldu. Bu aşı özünüzdeki bir xil mehr muhabbetinin güçlükliğinden yaratılgan möciz olsa gerek. Rahmet. Rayla bek gayretlikkensiz. Toğra emde bu her qandaq bir ayol kişinin qo'lidan keldi desek mi buludu, kemmeydi desek mi buludu. Hem de her qandaq bir ayol kişinin ki ana buluş arzusu bek küçük buludu da. Lekin siz hem de alqınыңızga, canlı alqınыңızga ep koyup perzentlik kopsiz. Hem şahsen ben bayaqılıqı 68 tal doğru xuali okup durup iğir ayak oğunda yaman təsirlendim. Çünkü ben kızımga iğir ayak oğunumni bilgen vaqtimda bir tal zukam doğrusu içip koyğanğa 3 doktorxonaga barganço. Demek hem de her qandaq işqi bir gayret bilen jasaret andan özü bolgan işenç ketediken. Siz abay çırayımında olap öyden qarangoydan çıkmadım, keyin özem. Demek her qanday ishni qilgan vaqtimizda cho'qim o'zimizga bir ishonch ato qilib, o'zimizga ishinib, nima ish qilsak o'zimizga ishinib, g'ayrat bilan ish qilsak buning natijasi keldi ekan. Hamda anavma haqiqatan bek go'zal ish bu. Amaliyotda Rayla xonim biz shuningga tushunibdimizki, gerçi biz oddiy so'zlar bilan sizning qilgan mushi ishingizga ta'bir bergan bo'lsak-mi, ammo sizning qilganingiz hargiz oddiy ish emas. Bu nihoyatda iroda talab qilgan, ulug'lik talab qilgan, g'ayrat, shijoat talab qilgandimi, hattoki ajoyib olamshumul bir jasorat talab qilgan umidvorlik va yoki bir iroda. Endi
ikki ana bo'g'ichi anılık duygusida turib sizning mushu tanlashingizga o'zining pozitsiyasini bildirgan bo'ldi. Hamda Asqar apandimmi ham ota bo'lg'ichi, ham er bo'g'ichi, ham farzand bo'g'ichi. Sizning cho'g'an chog'da Asqar apandim bir erga nisbatan o'zining ayolining salomatligi bilan uning orzusi o'ttirsida tanlashdan birisi to'g'ri kelib, birini tanlash to'g'ri kelib, uning eri uningga qaror chiqarishiga yordam berish to'g'ri kelsa, siz şu ayolingizninki orzusiga hurmat qilamsiz yoki uning salomatlik ahvolini bakrak ko'zda tutamsiz? Rayla qizningki xonimning bir hikoyasidan oldi bilan ta'sirlik hikoyasidan, hayot yo'lidan buning bu Rayla xonimga eng cho'ng ta'sir qilgan dadasi ekanligini o'zi davatida dadasiga bir o'zining qanchalik bir cho'ng rahmatining borligini davatida. Bugun onalar hikayesi arkalık bugün bir mehribon bir kuyumchan bir dadıdan hikayesi çıkıp kaldı çoğu bir yerde. Doğru. Yani birisi ana farzandni bu dünyaya apret kılgan bolsa, bana bir aile kızının dadısı ikkinchi qatimliq yashash hayotini, umidni mana Rayla qizga tug'ib berdi degan gap. Tug'ib berdi hamda buning uchun badal to'ldi degan gap. Nima uchun deganda, xuddi bizga anılarımızdan mehrini sep koygan o'xshash atıba atılağımı kızıba atılağa şunçlik kızlarının mehrini şundak salıdı ekan. Hatta bu nisbqa adamlarga yine nisbqa insanlarga salıdı da mümkün. Şunlaşqa men deyman, agar tanlash yo'lini men dese en aldı dese selamet mısın senin tanlaş yolun buludu münesige en aldı da selametlikini. Mesela siz ordunuzda eğer de elbette bu küllerini saklısın hiç kimge biz bundak küllerini nisip kılmışsın deyimiz. Eğer de siz olsanız ayağınızga aldı bilen selametlik tavsiyesini verirsiniz. Şundak mı? Hem de bu sual ne? Yani kaytıdan Rayla hanımdan sorğum kep kaldı. Aynı vaxtda men o yolçummu tuğmadı. Karşı tuğan, toqul koymagan. Lekin men o özümning şu balamni şu dünyaya köz açqızğım batdı. Meyip tuğulsumu, gayri tuğulsumu men zadi tuğumen dep. Men hiç kimning gepini almay. Dadam hatta öydikiler şu doktordan tatip hemmiz qarşı tuğan. Meni bir adamı bu balını tuğalaysa dep nim qılmagan. Anılık imtiyazıga erişish, ana buluş fursatiga erişish istiki ularning hayotidagi eng büyük bir intilişi ve yoki eng bir tatlı bir tuyg'usi bo'lishi mumkin. Hikoyalaringizni anglab, shaxsan men intayin hayajonlandim. Anılıkning go'zalligini his qilgan, anılıkning faxrlik hissiyotini his qilish sharpiga erishgan Rayla xonim ana bo'lish qadamlarini bu bir bola bilan to'xtatib qo'ymabdi. Shuning bilan bir qancha qatim yana qayta farzandlik bo'lishga qadam olgan hikoyalar bor ekan. Shuni ulab bir anglab boqamdik. Çoğun balam tug'ilgandan keyin men bizim Yakanayda bir xo'goxona ochgan 800 fan yaga. Shu vaqtida Shanghayda bir Zhuangzhou laylaydigan bir laylik uchun qishig'i berib 50 ming ko'y pulga laylatdim layasini. Laylatib 1,5 milyon. Faqat layaning kompyuter layasini shundaqmi? 1,5 milyon mablag' silib bir xo'goxona ochgan. Şu vaqtida mushu Qashqar davasida shu otishlardan tatib keldi mening xo'goxonamga. Kelib ko'rdi. Shu vaqtida shu xo'goxonam ochgan vaqtimda ikkinchi balamga amildor bo'ldim. Şunu ikkinchi balamga amildor bo'ldim. Ikkinchi balamga amildor bo'lib, Zhuangzhou qilayotgan vaqtim kena. Ondan bu do'kon ochdim, do'konni ichib açqa vaqtimda bu balamni ikkinchi balamni shu birinchi balamga o'xshash shunda qiyinchilikda shu yana davolashimni mashtanim qilib turib ikkinchi balamni tug'dim. Ikkinchisini o'g'il tug'dim, ikkinchisini shunda saq chiroyli tug'ildi. Ondan shu orliqda men shu tijoratimni boshlab oldim-ku. Boshlab olib bu balam 2 oy bo'lgan vaqtida o'zligi ish surib qoldi. Ish surib qilib Yakanaylik doktorxonada davolatdim. Davolasam u ya to'xtimi deyishchi. Qashqarga keldim, Qashqarga kelsam Qashqarda ish to'xtimidi. Shuning bilan Qashqardan Urumchiga olib borolni dedi. Shu vaqtda 2,5 oy bo'lgan vaqt edi. Shuning bilan bu bolamni Urumchiga ilib mangman deb Urumchiga mingvassam,
Mang dükandan telefon qıptı. Dükan üst öğülüp ketipti dep. Men ilqi nim bolğanını bilemedim ço. Qanday yer öğülüp ketipti desem üstünün hemmesi öğülüp ketipti dep. Şu yerden Qashqardan keynim giyinip kelsem, mening aş 1,5 milyon meblag silib açqan dükanninki aş üstünün joňşosu bütün veyran boptu dükanning içi. Bununğa qarab nim qilishimni bilemedim. Şu vaqtida men şu dükanni içip boğaca bankadan 500 ming koydaki qarz elib açqan. İçip 3 ay boğan vaqtimda şu dükan şunda öğülüp ketdi. Andan balamni apamysam bolmady doktorxanaga. Bu iqtisod meselesiga bek ig'ir duch keldim. Ürümçi kep boğaca men bek qizib qaytadan bek og'rib qoldim. Hiç yanda özüm tekshirsem, andan meninki mush qanotning o'ttiri bosqichiga kep qapti. Derhal davolash qilmasang bo'lmaydi dedi. Shuning bilan men tanlash dükanni qaytadan o'shimsam balam özümning davolanishim uchim teng kep qoldi. Andan oxirsida mush balamni ish yandan keyin ICU'ga olamiz. Bu bala to'liq to'yshi bo'lib ketibdi. Eng yaxshisi ep ketgan balani. Bir kunlikini 8 ming koydan davolaymiz. Vaqti kelganda balam yo'q, pulim yo'q bo'lib ketishi mumkin deb boshladi dedi. Endi bu bala mayat tursa men pul ketayotgan deb meni ep ketishga qat'iy ko'zim qiymadi. Mayli, nech pul kessa, ammo balam yetib baqsin doktorxonada deb boshladi dedim. ICU'ga oldi. Bu balam kunlik 8 ming koydan davolanib 230 ming koy davolab bo'lgan vaqtida tugab ketdi balam. Balamiz tugab ketdi deb ichilik uydan chiqdi. O'zim faqat tutib olamadim. Kirsam chitib qo'ygan narsa deylik yurak tevishi chiqibdi ekan. Yurak tevishi anlanmayotdi desam, jizg'i chitib qo'ysam anlandi. Jizdan ajratvasak-lam endi yo'q bu bala deb boshladi. Debmish jizin men biringlarmish jizg'i chitib qo'yib ketib boqayamiz deb boshladi desam doktorma. Balamniki eng chatadigan bir tal doka bilan birga balamga yangi kiyimlarni kiygizib chiqib berdi 3 oylik bo'lgan vaqt. Şunu bilan balamni elib inib keldim. Inib kelib balamni yerligiga qo'yib etdim. Balam tugab ketdi. O balamning ish og'riqida men kislim tixim ig'ir o'qib ketdi. Ondan ma dükkanda şu vaqtida ishlayotgan şu qo'g'oxonamda 38 bal vardı. O ballarni men boshqa yer berib ish topmay turinglar deb ketgan. Inib kelgandan keyin men cho'qimish dükkonni yana qaytadan mang'izman deb. Şunun bilan balamni yelkiga qo'yib etdim. Ondan bu dükkonni yana qaytadan o'zgartirish uchun 500 ming koydan yana 600 ming koygacha pul ketgan. Şu vaqtida men bankadan 500 ming koy qarz elib ochgan. Ichib 3 oy bo'lmay turib bu dükkonni ochda vayron bo'lib ketdi. Şunun bilan uyimni sotdim, mashinamni sotdim, setib bu dükkonni qaytadan yana o'xshab ochdim. Bu dükkonni men aşağı manga vaqtida bu dükkan kichisi o'lib chiqib ketibdi ya şu üstü taraf bütün. Shunda bek xafa bo'lib keyin bo'ldilar. Xaq tomoq yeyotgan xaqning beshig'i chiqib ketgan bo'lsa, u xafalikni qanday ko'taradi? Bo'pti. 6 oydan keyin bu dükkanni ochgandan keyin bu dükkan faqat ma'mudi. Xaq yana basaq beshimizga jo'nshu chiqib ketdi deb o'ylab qoldim. Hech kim kelmadi dükanga. Ha. Shuning bilan uning keyindan men buni jaboliq ishni qilg'acham işte to'yga kelgan odamlar chiroyli yasanib keldi ekan, chiroyli yurish turish oldi ekan. Ama işte chiroyli odamlarning qishi tursam o'zimning kayfiyatim yaxshi bo'lib qoldi ekan deb to'y murosim to'y ko'ynak maxsus sotadigan do'kondan birini ochdim. Unda bo'lsa, bu yerda yana mening so'rag'im kelyapti. Yana bir 3-chi bir bolaning hikoyasi bor. Shundami emasmi? Undaqda bu hikoya shu mezgillardimi yo ilgirki mezgillardimi? U bolam 1,5 yoshga kirdi. 1,5 yoshga kirdi. Demak, yaqin vaqt ketishlar shundaqmi? Har bir dükkan ochganda birdan tug'di ekan. Uzunlab tug'di. Har bir igilikka birdan bola tug'di. Har bir igilikda birdan. Bu bolangiz-chi salomatmi, yaxshi turyapti? O'g'ilmi, qiz? Salomat qiz. Vay. Sog'lom, aqlli. Bir qiz, bir o'g'lim bor hozir. Qizim 1,5 yosh. İşkilisi şunda sağlam, şunda akıllı işkilisi.
hech qanday kasal yo'q ish qilib mening bu kasalim ishkil bolamga ta'sir qilmadi orliqidagi bir sit. Bu sizning eng qo'shildigan tarafınız bu deyman. Uydan chiqishga jur'at qilolmaydigan, og'riq sababidan kishilar yuzlanishga fetinolmaydigan bir qizchaqning keyin g'ayrat shijoatning madad berishi bilan va yoki o'ziga bo'lgan bir to'g'ri pozitsiyaning kuchi bilan oxirida hattoki qizlarning hayotidagi eng nozik tema bo'lgan shundaqla eng go'zal bir qizga aylanishni orzu qildigan to'y kunida chiroyli liboslarni kiyishiga sababkor bo'layotgan bir to'y libos ta'minlaydigan do'kon ichishchi bo'lgan qadamlari menimcha oilaning hayotini ajoyib agir to'qayliqqa va yoki ajoyib ma'nolarga to'lganka deb sifatlashga tamoman arziydigan bir ish. O'zingizmi shunday o'ylamsiz? Ajab, men oxirida eng bir nozik tema bo'lgan qizlar eng tanlab turib kiydigan to'y ko'nglik to'kini ichishni qaror qilib qoldim deb o'zingizning bo'sh tanlashingizdan o'zingizmi hayron qolgan vaqtlar bo'ladi. Men chunki hech nimam yo'q holatda mush kasbni boshlab 4 oyning ichida 6 o'ringa do'kon ochdim shirkatni. 6 o'ringa do'kon ochdingiz. To'y kiyimlarni o'zingiz tanlamsiz? Zavodga borib. Nega berib tanlaysiz? Anxoyga. O'zingiz borasiz. Yo'ldoshingiz bilib boramdi yo? Bu jarayonda salomatligingizda egizpaschilik bo'lgan vaqtlar bormi va yoki nimancha bola jafodatma deb ketgan vaqtlaringiz bo'lgan bo'g'imdi? Qanday bir kuch bilan egiligingizni davomli taraqqiy qildirishni o'ylab qoldingiz? Qanday bir g'ayrat shijoatning karomatida mushundaq yaxshi bir hozirgi taraqqiyotning sohibi bo'ldingiz? Ya'ni shu mening bolalarim. Men pul tepib eng zo'r tirishchanligim bilan pul tepib, eng yaxshi davolashlarni qabul qilib, shu bolalarimni bir kun bo'lsin o'zim boqmasam bo'lmaydi. Ash bolalarimni bir kun bo'lsin mening yonimda tursa, bir kun bo'lsin mening o'zimning mehrimga qansa, men pek tirishib pul topmasam mening davolashni yaxshisini qilolmayman. Men davolashni yaxshisini qila olsam, men sog' tursam, mening umrim bo'lsa, men bolamga bir kun bo'lsin hamroh bo'lsam, mush bolalarim cho'ng bo'lsa kichikida, bizning ajoyib kichik vaqtimizda opam tugab ketibdi, opam yo'q bo'lib ketibdi deb ko'nglida bir cho'ng'lab bo'g'ichi, ko'nglida ish og'riq qolmasin deb o'ylayman. Undaqda hozirda o'zingizga qanday bir baho bersiz? O'zingiz baxtli his qilamsiz yoki baxtsiz his qilamsiz? Men bek baxtli. Nimishqa? Chunki mening shunday chiroyli 2 farzandim bor, baxtli oilam bor. Siz baxtni nima deb o'ylaysiz? Sizningcha baxt degan nima? Meningcha baxt degan sog'lomlik. Sog'lom bo'lsa, o'zi eng yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga yashay olsa, shuni o'ylayman, zo'r baxt. Aş balalarımga her bir qarsam şunday yurkim yetişir. Ba'zida ilqi davolashga borgan vaqtimda bir qitim ba'zan bir qitim mening shu umidimda shu belim tarafdan teshbishlik oldi-ku. Men bu dunyodagi og'riqning eng qattiqini tatib boqqan, eng azobli og'riqlarning hammasini men tatib boqqan. Her bir qitim shu ximilik davolashga borsam, shu bishim bilan shu tuzimni bir yerga kelib qo'yib, belimdan teshbishlik oldi. Shunday chog'lar deb ketman. Müşeyge kelip bir menç pul xarcılab şunda ağrıqlarını tatib japa tarqıcay müşey kemmisemlam men xotirjam bolsam bolmamdı öleplam kessem men xotirjam bolmango men bormay deb o'ylayman. Shunda vaqtida yana shu ishki bolam ko'z oldimga keldi. Bo'ldi. Mush bolalarimni bir kun bo'lsin o'zim boqay. Mush bolalarim bir kun bo'lsin mening mehrimga qanday cho'ng bo'lsin deb. Kechsi asosan ilk kechalari vaqtida yotolmayman. Shu hozir oxirgi bosqichga kelib qoldi deb butun bedenim so'ngaklarim urib chiqib ketgandek og'riydi. Ashta vaqtida ammal ba ovozimni chiqarmayman chunki mush bolalarim mening mushta qiynalayotganimni, og'riyotganimni bilsa, keyin men yo'qolib qolgan vaqtida cho'ng'lab bo'g'icha ko'nglida opam shunda bir qiynalibdi, opam shunda og'rib qolibdi deb, shu ko'nglida ish og'riq qolmasin men yo'qolib qolgandi deb şunda pek ağırıp çidiyemezsem şu uyku doğrusunu içip yatmen ya bulmasa ballarımını baş uyku operip etmen şunda sen ahvalım tüven bulam. Belkim özün ağırlıvatkanlıkını, özün kıynalıvatkanlıkını ballardan yüşürüş, bağırlık anılardaki bir ortak
xususiyat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizning bu hikoyangizdan biz bek ta'sirlandik. Albatta har bir eg'iz so'zingizni anglagan chog'da biz sizning salomatligingizdan boldiroq astiga kelishga tilakdoshlik bildirib turdik. Ham men o'yladim, programmamiz o'zining jamiyatga taqtiyotgan aktiv energiyasini balkim shundoq garchi bizni naq maydonda sal ko'ngilsiz qilgan bo'lsa-mu, bearam qilayotgan bo'lsa-mu, ammo nurg'un kishilarga sening jamiyatdan va yoki sening jahondan va yoki o'zingdan og'irdigan nima haqqing deydigan savollarni tashlash orqali balkim ularni qayta o'z haqida o'ylanish fursatini yaratib berayotgan bo'lishi mumkin. Sizning hikoyangiz bugun naq maydondagi to'timiz bilan emas va yoki faqat naq maydondagi bir qancha 10 odam bilan emas, nurg'un ko'rmalarimiz orasida o'zining qo'zg'aydigan aktiv ta'siri bilan texmi bak qimmatini yaratdi. Rayla xonim, albatta hozirgidek tibobat taraqqiy qilayotgan, hammanglar meditsina orqali o'zimizning sog'lomligimizga umid bilan qarayotgan mushunaq kunlarda bizmi sizning salomatligingizdan cho'qim yaxshi bo'lib ketadiganligiga ishonamiz. Oxirgi bosqich bu faqat bir atalg'u. Uni oxirlashtirishga qarar berish emaslik, yana o'zimizning g'ayratimiz bilan munosabatga. Meningcha o'g'an chog'da siz shuncha mag'lubiyatlarni va yoki shuncha qiyinchiliklarni, shuncha umidsizliklarni yengib ketadigan bir ayol qahramon. Cho'qim o'zingizning kesalingiz ustidan g'olib kela olasiz. Programmamiz boshlanishdan ilgari men aytib o'tganga o'xshash, amaliyot bizning jamiyatimiz ajoyib bir go'zal jamiyat. Dunyomiz ajoyib bir illiq dunyo. Sizga bu men va'da qildim, bolalaringiz meni izlab kelsin. Menga tanishlik bersin. Men cho'qim qo'limdan kelishicha, kuchimning yetishicha ularga aka bo'laman yoki yaxshi bir mas'uliyatchanligimni yetkazman deb. Menimcha naq maydondagi ustozlarimiz cho'qim men bilan o'xshash bir hissiyotda, o'xshash bir tuyg'uda bo'la oladi. Herkes ko'nglingizni yerim qilmang. Araylas, men bunda bir narsa ufqim kelyapti. Siz hozirgi salomatlik ahvolingiz nagacha bo'ldi? Hozirgi salomatligim qon rakining oxirgi bosqichi. Oxirgi bosqich dedimi doktor? Men abayma oq sahnada Raylaning uydan telefon kelganda telefon og'inini anglab qoldim-chu. Shunchalik shu opsig'i shundoq bir xil mikrofon, shundoq ilqi ana yig'lamang, men shunda yaxshi turibsam deb shunda chiroyli tasalli beryapti qarshi tarafga. Aqning xaridoringizdan telefon keldi-ya. Telefon kelganda to'y qash kunti xon ballaba sizning butun mulozimatingizdan hojtingizdan chiqdi. Qanday siz shundoq qilib berdi deb ilk xaridorig'imi shunchalik mehribon. Shundoq ilqi salmoqlik bilan, mehribonlik bilan shunda chiroyli yo'l ko'ksitib, ash mulozimatni ash telefonda qilyapti. Qarab o'tirib ketdim birdan. Endi o vaqtida men Raylaning kasal ahvoli, hozirgi turmushdagi mundaq nurg'un beshidan o'tgan mundaq do'qonlarni anglamaganda, hozir hikoyasini anglab, mening ko'zimga shunda chiroyli ko'rinib ketdingiz Rayla, raslam. Shunchalik mehribon, go'zallik degan sizning tashqi qiyofatingizda bo'lmaydi, go'zallik degan sizning ichki qiyofatingizda bo'ladi. Hozirgi zamonning qizlari yuziga chiroyli grimni qiladi, oq qalg'ashning qanotida kirpikni ulutib, damdak qashni chektirib, uni biz go'zallik demaymiz. Mana sizning qalbingizdagi go'zallik, sizning jasoratingiz, sizning g'ayratingiz, sizning osh xaridorlaringizga, osh atrofingizdagi osh kishilarga tutgan muomalangiz, oq ko'ngilligingiz, sizning go'zalligingiz. Rahmat. Sizga sog'lomlik tilayman, jinim sog'lom. Rahmat. Rayla xonimniki hozir qadar anglayotganim, davatgani oxirgi bosqichda ekan-ku. Shu dastlabki og'irgan vaqtidami oxirgi bosqich deb yana nurg'un tirishchiliklar bilan, nurg'un umid bilan to'y qilibdi. Farzand tug'dirganmi, kirdiganmi, oxirgi bosqichlarimiz deb yana farzandni yana 3 dan tug'ibdi. Hozir hamda yuzi davatini oxirgi bosqichda biz sizning mush ro'yingizdan bo'ladi ekan,
siz bundaq oxirgi bosqichda nurg'un tugutisiz. Shu oxirgi bosqichning sizning hayotingizga yana necha 10 yillarni necha 10 yillardan keyin Rayla Xanim qandoq desak oxirgi bosqichda chiqib shu oxirgi bosqichda kesilib oyoqlashdan yana bir mo'jiza hosil bo'lib siz saqib ketasiz. Cho'qim. Rayla, amaliyotda biz kulki chaqchaq bilan sizning kayfiyatingizni o'ngshayli deganni maqsad qilyapmiz. Biroq yaxshi qeyrinlashlaringiz, yaxshi anglag'uchingiz, yaxshi dil tingshig'uchingiz bo'lib suhbatimiz bilan bizning yuragimiz bak yetishdi. Bak bearam bo'ldik. Ammo yaxshi tilaklarni tilash, uning ishlarining yaxshi bo'lishini umid qilish, boshqalarning baxtli bo'lganidan o'zdirinish yaxshi kishilarning fazilatining jumlasi. Hasiyat xonimni cho'qim hozir nim deyishni bilmay gallar bo'g'ilib qilyotdi deyman. Raylaning bugungi mush sahnimizga garchi og'zida oxirgi bosqich degan bo'lsa-mu, lekin bu hayotga tanbagil bo'lmaydi. Ashundaq ko'tarangi ruh, o'ziga bo'lgan ishonch, g'ayrat, jasorat, undaq kasaldan men texyannatchin yengiyman deb orliqni jiroq ko'may atdigan kelgan odam shu vaqt saqlab bizning mush sahnada o'zining beshidan o'tgan hikoyasini noiti ta'sirli qilib g'ayrat jasorat bilan so'zlab berish bu hamma odamning qo'lidan kelavermaydi. Shuning qaraganda sizning restoranlardan keyin to'y ko'ynak do'kon etishingizning o'zimi balkim bolalaringizning to'yiga o'zingiz ochgan shu do'koningizdan o'zingiz qizingizdek 1-20 yosh kiribdi-ku, o'zingiz shu to'y ko'ynakni yarashtirib kiyib balkim uzitib qo'yishingiz mumkin. Sizga salomatlik, uzun umr tilayman. Nurg'un kasallik shu kayfiyat bilan odamning o'zining g'ayrat jasorati bilan mo'jizaga aylanib ketgan. Sizning kesimingizning mo'jizaga aylanishini umid qilaman. Rahmat. Amaliyotdami Rayla xonimning hayotini bir mo'jizalik hayot deb sifatlasak, hargiz xatolashmaymiz. Xuddi doktor farzandlik bo'lolmaysa, farzandlik bo'lsang salomatlikning ig'ir tahdidga uchraydi degan mazgildami farzand bo'lish orzusini amalga oshirish uchun o'zining hayotiga jang e'lon qila olganligining o'zi bir mo'jiza. O'zining kasbiy hayotida oshxonasining o'gizlari o'rilib ketyapsimi, yana qaytadan egilik tiklayman deb turib, yangi bir kasbda yakandagi eng katta bo'lgan to'y murosim va yoki to'y murosim kiyimlari mulozimat o'rnini etishining o'zi bir mo'jiza. Raylaning bugünkidek bir xayrli kunda sahnimizda oppoq liboslar bilan kulib o'ltirib, chiroyli tabassum bilan bizga hikoyasini aytib berishga nisb qilganligining o'zi bir mo'jiza. Demak, sizning hayotingizda yana nurg'un mo'jizalar bo'ldi Rayla. Shunlashqa men yana shunday bir tavsiyani bugungi programmamiz orqali yakanda bugungi programmamizni ko'rayotgan jumladan Qashqarda bugungi programmamizni ko'rayotgan do'stlarga aytib o'tmoqchiman. Agarda xayrli kunlaringlarda o'zinglarning Rayla xonimdek saodatlik ve yoki mo'jizalik hayotga to'yinib, g'ayrat, shijoat bilan, tabassum bilan dunyoga yuzlanishinglarni orzu qilsanglar, Rayla xonimning to'y murosim do'konidan o'zinglarning ana shu qutlug' kuninglardagi tayyorliklaringlarni bitirib olishinglarni iltimos qilaman. Bu ham balkim Rayla xonimga eng yaxshi ko'ngil so'g'anlar bo'lishi mumkin. Rayla xonim, Sivira do'koningizning texmo bereketli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Uningdan boshqa programma guruhimizdan yana sizga bir ko'ngil sovg'asi tayyorlab qo'ydik. Beg'imga gul hidit olsun, tünümde ay tulun bulsun. Beg'imga gul hidit olsun, tünümde ay tulun bulsun. Büyük nur sen hayatımda,
hayatımga ana ömrüm uzun bulsun ana ömrüm uzun bulsun Onun başqa, yana programımızdan Berginaz xalqaro savdo-cheklik şirkati sizga ta'min etgan chiroyli bir tal oltin uzuk bilan sizning salomatligingizga texmo o'sin qo'shishini, sizning texmo go'zal qilib o'tishini umid qilamiz. Bugungi programmamizda gerçi ko'z yoshlarimiz tabassumimizdan jiqroq bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ko'z yoshlarimizning hammasi ko'ngilsizlik emas, g'oyalari taxirlanish, g'oyalari iftixorlanish, g'oyalari zo'qlanish, g'oyalari sizga baxt tilash. Kishi hayajonlangan vaqtida o'zining xo'shallik hissiyotini qandaqdir chiroyli so'z yoki kulki chaqchaq tabassum bilan emas, g'oyida ko'z yosh bilan ifodalab salgan vaqtlar bo'ldi. Shunlashqa bizning ko'z yoshlarimizdan sizdagi barliq xafalıqlarni yuvib tashlab o'tishini, hayotingizning texmo go'zal, sog'lom bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, biz bugun bu g'animat sahnimizga mehmon bo'lib kelgan, shundaqla o'z hikoyasi orqali bizga madad bo'lgan bir umidvor onani sahnimizda ko'rdik. Albatta, umidvorlikning, hayotga bo'lgan ishonchning, turmushga bo'lgan sevgining har vaqt o'chib qolmasligini, hammamizning raylarning mana shu bitmas tugumas jasoratidan zo'q qilib, o'zimizning kelgusimizga ishonch bilan qarashimizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oxirida barliq do'stlarning Kingsan programmamizni ko'rishni qo'ldan bermasligini tavsiya qilaman. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Kingsan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.